Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Namuncha shovqin? Yo'q, tanaffusmi? Necha daqiqa tanaffus? 40 daqiqa. Ha, keling shu 40 daqiqa vaqtdan sizlar bilan birgalikda unumli foydalanamiz. Toshkentdan ko'rsatamiz loyihasi. Keling siz bilan birgalikda savol-javob shartini o'ynab ko'ramiz. Nima deysizlar? Bilimingizga necha baho berasizlar? 10. Demak, hozir buni ko'ramiz. Qadrli do'stlar, mana shu yuqori kayfiyatda loyihamizni boshlaymiz. Har kuni turli xil tanlovlarga duch kelamiz. Ammo ba'zida shunday damlar bo'ladiki, birgina tanlov butun kelajagingizni o'zgartirib yuborishi mumkin. Toshkent Xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti siz izlagan maskan. Yo, bu yoqqa o'tgin. Ne, подальше. Yo, bu yoqqa o'tgin, bu yoqqa. Sizga qaraymi yoki kameraga qaraymi? Menga qarang. Bugun uchrashuvim bor edi. Ukasini shuni yaxshi turibdimi? Va issiqlab ketdim, tezroq boshlaylik. Bunga choy-poy qo'yib qo'ymaysizlarmi? Yaxshi ko'raman. Hammaga omad. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Ismingiz nima? Elbek. Men Gulnigor. Ismim Og'abek. Men ismim Diyorbek. Mahzuna. Shahzod. Men ismim Maftuna. Hayotingiz davomidagi eng kulguli voqeani eslab olasizmi? Noqulay vaziyatlar ko'p tushganman. Eng kulgili voqea shu o'zimizda do'stlarimiz bilan bo'lgan. Juda ham ko'p bo'lgan, lekin eslolmayman. Iftorlikda suv bilan o'tish o'rniga kola bilan o'tganmiz. Hozir esimda yo'q-da. Hozir bo'layotgan bo'lishi mumkin balki. Rostdan. O'tgan yili shinim 1-sinfga borganida ota-onam ketishgan edi. Men uni maktabga olib borishim kerak edi deb o'ylaganman. Ertalabdan beri shinim aytayotgandi, "Yo'q, bormayman maktabga." Lekin men deb o'ylaganman, faqat erkalayyapti menga. Lekin maktabga borganimizda yakshanba deb aytishdi bizga. Kulgilisini bilmadim, lekin ko'pincha g'alati hollarga uchrab qolaman. Ba'zida ustozlarni tanimasdan yokida talabalarni ustozlarni talaba deb qolaman ko'pincha. Eng kulgili voqeani hozir eslolmayman. Yaqin orada o'zim 1-kursman, yaqinda talaba bo'ldim. Talaba bo'lganimda shu biz Sirdaryoda yashaymiz. Men Toshkentda o'qiyapman. Toshkentda bilamiz, o'zimiz shevasi bor. Keyin 1-hafta shu uyimizga borganimda shunaqa trend chiqib ketdi. Deb gapiradi-ku, o'shanda borganman-da dadamga "Assalomu alaykum, ada" deganman. Dadam rosa uydagilar kulgan, "Sen уже 1 hafta yashab Toshkentlik bo'lib ketasan-da" deb. O'sha yaqinda kulgili voqea bo'ldi rosa-yu. Hayotimda kulgili voqealar bo'lmagan, men jiddiy insonman. Bu poytaxtdagi eng zamonaviy ta'lim va sifati yuqori bo'lgan oliygoh. Eng muhimi, kontrakt narxi shahar bo'yicha eng arzoni. Yo to'lab beraymi? O'zingizni qaysi mashhur insonga o'xshatasiz? Aktrisalarga o'xshataman. Masalan, Hind aktrisasi Kajilga o'xshashi mumkin. Aziz Rametov. Siz? O'zim nima? Yo Brad Pitt yo Johnny Depp. Tom Holland. Tashqi ko'rinishim yo'q. Men uchun tanho faqat men tashqi ko'rinishim. Instagramda Georgia degan qizni bilasizmi? Georgia Xon degan. Bilaman. O'shani hamma menga aytishadi, что o'xshayman. John Wickga o'xshataman. Ko'proq meni Shiringa o'xshatishadi. Farhod va Shirinniga duet. Shirin. Shirinni singlisimiz yo Shirinni o'zimisiz deb savol berib so'rab qo'yishadi. Ajoyib. Ispaniya film bor, Samollardan balandda. O'tda fransuzskiy aktrisa o'ynagan Gabi. Hamma aytishyapti, "Sen Gabiga o'xshaysan." Ha. O'ylab ko'rmagan ekanman. Xo'p, o'zim xarakter jihatdan Emma Watsonga o'xshataman. O'sha mashhur Harry Potterdagi Hermione xarakter jihatlama. Lekin ko'rinish jihatlama o'zim hech kimga o'xshatmagan bo'lardim, lekin tashqi tarafdan baho berishadi. Selena Gomezga o'xshatishgan. Aha.
va yana o'zbek aktrisalaridan Asal Shodiyeva va Shahzoda Muhammedovaga o'xshatishadi ko'proq. Xarakter jihatlarni ham tashqi tarafdan o'xshatishadi. O'zim o'xshatmayman, Shahzoda Muhammedovaga ko'proq. Selena Gomezga o'xshar ekansiz lekin. Yer yuzidagi eng katta okean qaysi? Buni bilaman. Geografiyani o'qiganman. Shimoliy Muz okeani. Atlantika okeani deb o'ylayman. Hozir adashdim. Shimoliy Muz okeani. Hozir Tinch okean. Tinch okean. Tinch okean? Tinch okeani. Yer yuzidagi eng katta okean Tinch okeani. Bu Tinch okeani. Buni bilardim. Tinch okeani. Tinch okeani. Tinch okeani. To'ppa to'g'ri. O'zini nechta okean bor? 4 ta. Sanab bera olasizmi? Tinch okeani, Hind okeani, Shimoliy Muz okeani va Atlantika okeani. Universitetlar ko'p, lekin TIFT boshqacha. Malakali ustozlar, qulay sharoit. Tanlovda adashmang. Alex va Martin qaysi multfilm qahramonlari? Juda ham tanish multfilm Alex va Martin. Muz yurak. Alex va Martin anaqa. Muzlik davri. Qirol sher. Muz yurak. Madagaskar. Simba buloqasi. Sher o'ynardi. Nima edi o'sha Madagaskarmidi? Ha. Madagaskar. 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 Alex va Martin Madagaskar. Barakalla, javob to'g'ri. Qaysi hayvonning bolasi bo'taloq deb ataladi? Bo'taloq. Ha. Qo'ydiki. Tovuq. Tuya. Tuyani. Qo'ydiki? Menimcha tuya qush. Ot. Tugani. Sigir. Tuya. Bu menimcha tuya. Javob to'g'ri. Hayot kitobimni bexos varaqlab, men o'tgan umrga achinmay qo'ydim. Mana shu she'rni muallifi kim? Muhammad Yusuf. Erkin Hoshimov. Muhammad Yusufmi? Shu O'tkir Hoshimov bo'lsa kerak. Hamid Olimjon. Siz javobingiz? Shu O'tkir Hoshimov. Zulfiya. 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 Albatta buni hamma biladi, Zulfiya. Zulfiya xonim. To'ppa to'g'ri. Bilasizmi she'rni? Ha. Marhamat to'g'ri qator eshitamiz. Hayot kitobimni bexos varaqlab, men o'tgan umrga achinmay qo'ydim. Tabassum o'rnida kuldim charaqlab, suyish kerak bo'lsa, telbacha suydim. Kiyganim ipakmi, chitmi yokim xo'p. Yurak boyligidan qilmabman parvo. Meni og'ushlagan hayot naq oftob, yangi qo'shiq talab unda har sabah. Men o'tgan umrga achinmay qo'ydim. Hech kimni ko'rmayin umrimga o'xshash, suydim, erkalandim, ayrildim, kuydim. Izzat nima bildim, shuda bir yashash. Qoyil gap bo'lishi mumkin emas. Barakalla. TIFTga marhabo, ilm olgani shoshil. TIFTga marhabo, yorishsin aql. Sangardak sharsharasi qaysi viloyatda joylashgan? Dunyodagi eng katta sharshara o'shami? Surxondaryoda. Surxondaryo. Sirdaryoda. Sirdaryodami? Sirdaryoda. Surxondaryo viloyatida. Yo'q, Sirdaryo emasmidi, Sirdaryo edi. Yo'q. O'zimizadagimi? Bizda Chorvoqda bor, Tog'soyda bor. Sharsharalar menimcha. Qashqadaryo. Tog'soymisan? Qat. Menimcha bu Samarqand. Toshkent viloyati. Surxondaryo. 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 To'ppa to'g'ri. Inson tanasidagi yagona o'zini o'zi davolay olmaydigan a'zo qaysi? Yuragim. Yo'q. Jigar. Inson tanasidagi yagona o'zini o'zi davolay olmaydigan soha bu menimcha jigar. Yurakmi? Qulog'imi? Yo'q. Bilmadim. Variant beraman. Quloq, ko'z, tishlar, o'pka. Manda ko'p variant ishtimoliyat berilmasmidi? Bo'pti, o'pkani olib tashlang. Quloq. Noto'g'ri. Qo'l. Miya. O'pka bo'lsa kerak. Voy, qaysi bo'ladi? Tishlar. Tishlar. Ha, to'g'ri. Tishmi? Tish. Tish, to'ppa to'g'ri. Tish.
Yuz. Tishlar. Tishlar, Tishlar. quloqlar, Tish. Tishlar. Tishlar. Qachon bordingiz shifokoriga oxirgi? To'g'risi yomon ko'raman shifokorni. Nimaga? Qo'rqasizmi? Ha. Gipokrat qasamini qaysi kasb vakillari ichishadi? Shifokorlar. quruvchilar, doktorlar, Shifokorlar. To'ppa to'g'ri. Shifokorlar. Shifokorlar. Albatta shifokorlar. 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 To'ppa to'g'ri. Chunki oyim shifokorda. Ishtirok uchun rahmat. Salomat bo'ling. Salomlarimni albatta ota-onamga yo'llayman. Meni uyda ko'zimiz tobib kutib turganlarga yaqin juma kunda ko'rishamiz. Я хочу передать привет моему другу Ахлжану и моей маме. Мам, привет, если ты это видишь, то... Zo'rmi? Universitetlar ko'p, lekin Tift boshqacha. Malakali ustozlar, qulay sharoit. Tanlovda adashmang.